Amerikada o'qib turgan paytingizda kontraktingizni o'zingiz qoplasangiz bo'ladimi? Birinchi o'rinda siz o'zi Amerikada o'qib turgan paytingizda ishla olasizmi? Albatta ishlasangiz bo'ladi, lekin universitetda on campus haftasiga 20 soatgacha xolos. Bunda sizga o'rtacha $10 dan $13 soatiga maosh to'lashadi. Endi bu oylik hisoblaydigan bo'lsangiz, o'rtacha $800 dan $1200 topishingiz mumkin. Ikkinchi o'rinda, endi aytaylik, sizning kontraktingiz yiliga $10,000 dan $50,000 Siz bu pulni ishlab, o'qib, to'lab olishingiz juda ham qiyin menimcha. Lekin kontraktingizni kamaytirish yo'llari bor. Assistant programlarga topshirsangiz bo'ladi yoki-da har xil scholarship optionlar bor. Siz scholarshiplarni 100% gacha yutib, kontraktingizni 100% qoplab olsangiz bo'ladi. Real maslahat, siz ishlab turib, o'qish kontraktini to'lab olaman deb o'ylamang. Agar siz shunaqa qiladigan bo'lsangiz, o'qishingiz anchagina orqaga qarab ketadi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'ying.